Mana do'stlar, ko'chat ekish mavsumiga ham oz fursatlar qolmoqda. Deylik 1 gektarlik maydoningiz bor. Nima ekishga o'ylanib yursizmi? Mana shu video siz uchun foydali bo'ladi. Hozir sizlarga 3 xil ko'chat turini aytaman. Shu ko'chatlardan kuzgi mavsumga bog' qilsangiz, kelajakda yaxshi daromad qilasiz. Qani ketdik. Birinchisi gilos. Aynan bizning mahalliy hududda ham 50% aholining gilos bog'i bor va 10 yil, 15 yildan beri yuqori daromadga ega bo'lib kelishmoqda. Ikkinchisi shaftoli. Shaftoli tez hosilga kirishi va o'ta ham hadovoyligi uchun va juda ham shirinligi uchun hali beri shaftoli sinmaydi, yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi, umuman pastki daromad keltirmaydi. Uchinchi meva turi esa behi. Aynan bizning mahalliy aholida ham va respublika bo'ylab ham behi bog'larining kamligi tufayli siz kelajakda behi ko'chatini ekish orqali ham yaxshi daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Shreda qishlog'ida bo'ladi. 1 gektarlik maydonimizda 15 dan ortiq ko'chat turlarini yetishtirib qo'yganmiz. Bemalol o'zingiz shu yerga kelib, o'zingizga yoqqan ko'chatni xarid qilib ketishingiz mumkin yoki mana shu nomerlarga aloqaga chiqqan holatda buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan da foydali ma'lumotlar biz kanalda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat.